Jaschan taxallusi bilan tanilgan insta bloger, ya'ni Jasurni Bir she'r rashini keltiraman deb qo'llar bilan yursammi? bugun biz ham reklama narxini, ham unga prank qilmoqchimiz. Videoni oxirigacha ko'rib bittadan like bosinglar va bu videoni boshqa do'stlarga ham jo'natib, Jaschanni atmetka qilib tashlasizlar degan umiddamiz. Jaschanni o'zini nomerini topdik, birgalikda bog'lanamiz do'stlar, ketdik. Assalomu alaykum, Jasurbek, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ro'zalar bilan o'zi taqmadingmi? Qo'qondan telefon qilib turgandi. Ha, reklama mana Instagramga post qo'yib berish narxlarini bilmoqchi edik, reklamalarni. Nima mahsulot, nima joy aka? Do'kon. Do'kon. Ha, Muzko do'kon. Qo'qonga aka 700 qilib beraman, pulni borib kelish o'zidan postdan qo'yiladi, so'rdan qo'yiladi. O'sha postdan kolaboratsiya qo'yiladi, postinglar bilan. Ha. $700. Ha. 2000 yo 3000 yo 5000 deydigan bo'lsa, aniq so'kaman yo prank qilib chiqib ketaman degan maqsadda qilgandim sizga. Yaxshi ko'rishib. Joningiz omon bo'lsin, Jasurbek, sog' bo'ling. Ha, kelajakda ko'rishamiz. Xo'p. Aziz obunachilar, to'g'risi men hozir mana bu $700 narxni eshitib, bu Jaschanni na so'ka olmadim, na ortiqcha gapira olmadim. Nega? Sababi $700 juda ham chiroyli narx aytdi. Agar ozgina tortishsangiz $500 ga ham qilib berishim mumkin meni fikrimcha. Jaschanni ishlariga omad tilaymiz. Men o'ylagandim buni faqat 3000, 4000 yo $5000 desa kerak deb o'yladim. Yo, lekin gap so'z bo'lishi mumkin. Bas $700 juda ham chiroyli narx meni fikrimcha. Tadbirkorlarga bu videoni jo'natib qo'yasizlar. Aynan Jaschanni reklamaga chaqiraman deganlar bo'lsa,